Hamzat, Shonseng haqingda nimalar deganini eshitgan bo'lsang kerak. U seni vazn toifasidagi eng dahshatli jangchi va seni faqat u to'xtata olishini aytdi. Sen bunga nima deysan? Nima ham derdim? U doim ko'p gapiradi. Ko'ramiz. Sizlar birga shug'ullangan ekansizlar va sen uni bo'g'ib qo'ygan ekansan, to'g'rimi? Ha, biz ko'p sparing qilganmiz. Oxirgi marta bo'g'gandim. Shunga jahli chiqqandir. Bu yigit ham uni bo'g'ib qo'yibdi, shu rostmi? Ha, o'tgan hafta. Endi Shon u haqida gapirishni boshlaydi. Undan ham jahli chiqqani aniq. Hamma Hamzat haqida gapiryapti. Bu albatta u uchun juda yaxshi. Ha, u o'rta vazn chempioni, albatta u bilan hamma jang qilishni xohlaydi. Bu ular uchun kerak. Bu har doim bir xil bo'lgan. Anderson Silva chempion bo'lgan vaqtlari men u bilan jang qilishni xohlaganman. Bir ikkita gap otish kerak-ku albatta. Chunki sezasan, uni ura olasan. Men u haqida yomon gapirmaganman. Faqat bir marta dopingga pozitiv chiqqanda gapirganman. Shunda unga hurmatim pasaygan. Boshqa vaqt faqat uni ura olishim haqida gapirganman. Bu normal holat menimcha.